Assalomu alaykum. Barakal dasturxon kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar bilan yana uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan 3 xil masalliqdan, ya'ni go'sht, qovoq va ismaloqdan banan shaklidagi somsachalar tayyorlaymiz. Xamirimizni qorib, tayyorlab qo'yganman. Yog'lab, kesib, morozinnikka tiqib olganman. Masalliqlarni ham ichiga solinadigan tuz, muz, ziravorlarni solib tayyorlab qo'yganman. Ana endi somsa xamirlarini bir xil kattalikda, o'rtacha kattalikda yoyib olamiz. Birinchi go'sht qiymasini, qovoqni, ismaloqni solib banan shaklida bukib olamiz. Mana ismaloqni ham. Ismaloq ham, qovoq ham eng foydali mahsulotlardan hisoblanadi. O'shaning uchun men ko'pincha qovoqdan, ismaloqdan somsalar, chuchvaralar qilaman. Juda mazali bo'ladi. Mana bukilgan xamirlarimizni uchini birlashtirib bananga o'xshatib uchtasini birlashtirib olamiz. Uchlarini mana azizlar, agar sizlar kanalimizda birinchi bo'lsangizda podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Roliklarimiz yanada ko'proq aylanishi uchun esa like tugmachasini bosishingizni juda ham istardim. Mana bukib olingan somsachalarimizni pergament qog'oz to'shalgan idishga terib olib, yuzasiga tuxum sarig'i bilan sutni aralashtirib surtib olamiz. Gaz duxovkasini avvaldan yoqib qo'yganman. Mana chiroyli banan shaklidagi somsachalar bo'ldi. Endi mana tuxum sarig'i bilan sutni aralashtirib yaxshilab bir tekis surib olamiz. va qizib turgan gaz pechiga tiqib qizarib pishguncha qo'yib olamiz. Mana
banan shaklidagi somsachalarimiz pishib chiqdi. Endi ularni chiroyli qilib dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Siz ham albatta pishirib ko'ring. Men esa sizlarga yoqimli ishtaha tilab, sog' salomat bo'linglar deb qolaman.